Xo'p, elektron konfiguratsiya. Atomlarda elektronlarning fazodagi holatini aniqlash uchun kerak. Xo'p, ya'ni masalan, elektron atomga qanchalar yaqin yoki qanchalar uzoqdaligini bilish uchun kerak bu narsa. Ya'ni atom yadrosidan elektronning qanaqa holatda turganligini bilish uchun kerak. Xo'p, ta'limiy tarbiyaviy rivojlantiruvchi. Mana shunaqa. Xo'p, elektronlar qanday joylashgan? Elektron joylashuvini aniqlash uchun 4 ta asosiy narsa kerak. Ya'ni bosh konson, orbital konson, magnet konson va spin konson. Xo'p, birinchisi. Xo'p, qavat yoki pog'ona. Energetik qavat yoki pog'ona deyiladi. Ya'ni bu mana bu qavatlar bor edi-yu. Birinchi qavat, birinchi davrda 2 ta, ikkinchi davrda 8 ta, uchinchi davrda ham 18 ta, uchinchi, to'rtinchisida 32 ta shunaqa pog'onalar ketardi. Hop, 8 ketardi. Birinchi davrda 8 ta, ikkinchi davrda ham 8 ta, uchinchi davrda ham 8 ta, shunaqa ketadi. Hop. Endi bu davr raqamiga teng. Davr raqami, ya'ni 1, birinchi davr, ikkinchi davr, uchinchi davr, to'rtinchi davr shunaqa. Hop. Bundan tashqari birinchi, ikkinchi, uchinchi yoki to'rtinchi davr raqamlari harflar bilan ifodalanishi mumkin. Ya'ni birinchi davr K, ikkinchi davr K, L, M, N, ya'ni bu lotin alifbosidagi ketma-ketlik asosida nomlanishi mumkin. Xo'p, bosh konsonlar. Masalan, bosh konsondagi masalan M qiymati desa, M qiymat MS kelishi mumkin. MS degani bu 3-davr S pog'onachadagi narsa degani. Xo'p, shu bosh konson bo'yicha qisqacha. Keyingisi pog'onacha, ya'ni qavatcha. Qavatcha bu 4 ta qiymati bor. S, B, D, F, S sferik, ya'ni tuxumsimon, P gantelsimon, D murakkab gantel, F uchtali. 3 ta gantelli. Endi bularning qiymatlari bor. S ning qiymati 1 ga teng edi, 2 ga teng, 3 ga teng, bu haqida gaplashamiz. Ya'ni bu pog'onacha elektron qanaqa shakldagi bulutda harakatlanayotganligini bildiradi. Ya'ni pog'onacha o'zi elektronni qanaqa bulutda, ya'ni bu sferik sifammi yoki gantelsimon bulutdami shunaqaligini. 3-turi orbital konson. Orbital konson elektronning atrofda to'pilishi ehtimoli eng yuqori bo'lgan fazoviy hudud deyapti. Mana shunga aytib fazoviy hudud. Hudud degani mana masalan P pog'onani olsak, P pog'onada minus 0 plus 1 lar bor edi. Ya'ni bu markazdan 0 nuqtadan o'ng tarafda yoki chap tarafdaligini, ya'ni minus taraf yoki plus tarafdaligini, ya'ni boyagi atomdan yadrosidan qancha uzoqlik yoki yaqinligini bildiradigan narsa. Elektron buluti. Xo'p, buluti mana shu spin konsonga ta'rif berish kerak edi. Spin konson o'zi asli elektronni soat stelkasiga to'g'ri yoki elektronni soat stelkasiga teskari harakatlanayotganligini bildiradi. Ya'ni stelka tepaga yoki stelka pastga. Buni qiymatlari agar to'g'ri bo'lsa, soat stelkasiga to'g'ri bo'lsa, +1/2, teskari bo'lsa -1/2 holatda edi. Xo'p, fazoviy ta'sir nimaga? Chunki elektrondan o'zi ham harakatlanadi, ya'ni buralib, xuddi Yer Quyosh atrofida aylanadi, lekin Oy ham Yer Quyosh atrofida aylanadi, Yer atrofida Oy aylanadi, lekin Oy ham aylanadi-da. Xuddi shunaqa narsa. Keyin qavatdagi elektronlar soni, ya'ni pog'onadagi umumiy elektronlar topish formulasi. Pog'ona birinchi, ikkinchi, uchinchi pog'ona, ya'ni buni qiymatlari bor edi boya KLMni. Xo'p, birinchi pog'onada masalan maksimal nechta elektron topishni bilsa bo'ladi. N maksimal elektronlar soni. Xo'p, 1 kvadrati 1 ikkilangani 2, ya'ni birinchi davrda umumiy 2 ta elektron ketishi mumkin. Xo'p, shu asosiga ketadi. Yana qo'shimcha narsa umumiy orbital topish formulasi bor. Umumiy orbital topish formulasi, ya'ni bu mana ikkisi yo'q, ya'ni n kvadrat. Ya'ni yachekalar topish formulasi. Chunki bitta yacheka 2 ta elektron kerak, shuning uchun ikkisi yo'q bo'ladi. Umumiy orbital topish formulasi bu. Xo'p, e'tibor beradigan narsasi
birinchi qavatdan ikkinchi qavatga o'tganda P pog'ona qo'shilyapti. Ikkinchi pog'onadan uchinchi pog'onaga o'tayotganda D pog'ona qo'shilyapti. 3dan 4ga o'tganda F pog'ona qo'shilyapti. Bu nimani bildiradi? Atom ishgan sari, ya'ni elektronlar ko'payib qalinlashgan sari ularga bittadan pog'ona qo'shilib ya'ni bittadan orbital qo'shilib boriladi. Orbitallar soni ortib boradi. Xo'p, qisqacha shu. Keyingi pog'onachalar, ya'ni S, P, D, F lar. Xo'p, S ni qiymati 0 ga tengiydi, P ni qiymati 1 ga tengiydi, D ni qiymati 2 ga tengiydi, F ni qiymati 3 ga tengiydi. Ya'ni bu orbital konsonlarning qiymati. Bu nima degani? Ya'ni buniki sferik edi, gantelsimon murakkab gantel. Bu gaplashdik endi. Xo'p, bu yerda berilmagan narsa bulardagi maksimal elektron topish formulasi, ya'ni elektron maksimal. Xo'p, ya'ni buni formulasi 2L plus 1. Ya'ni L ni qiymati, ya'ni bu S orbitalda nechta elektron bo'lishi mumkin? S qiymati 0 ga teng, 0 2 ga ko'paytirsak baribir 0, 1 ni qo'shsak 1, 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2. Shu yerdan orbital topish formulasini topsak bo'ladi. Orbital topish formulasi maksimal. Xo'p, ya'ni bu mana bu ikkilangani bo'lmaydi hisob. Orbitallar har doim 2L plus 1 bo'ladi. Ya'ni S nechta orbital bo'lsa, S 0 ni 2 ga ko'paytirsa yana 0, 1 ni qo'shsa 1. Ya'ni bu S orbitalda bitta yacheyka bo'ladi. Ikkita maksimal elektron bo'lishi mumkin degani. Shuning uchun men bitta yozib qo'ygan. Har bir orbital eng ko'p bilan ikkita elektron sig'dirishi mumkin. Eng kami bilan esa 0 ta yoki bitta bo'ladi. Hop, bitta bo'ladi. Hop. Endi tushuntiradigan bitta deyarli narsa yo'q. Hop, keyingisi. Elektronlarning joylashuv tamoyillari. Hop, bu minimal energiya prinsiplari, ya'ni bu Klichkovskiy qoidasi, Paul prinsipi. Hop, to'lib borish ketmay kezarlik Klichkovskiy qoidasi, Gund qoidasi. Gund qoidasi elektronlar ko'chishi yoki boshqa narsasi haqida. Nima elektronlarning spin konsonlar maksimallikka intiladi degan narsa bor, shuni haqida bitta to'xtalamiz. Boshladik. Elektronlarning orbitallar bo'ylab joylashishi ikkita asosiy qoidaga amal qiladi. Ya'ni qarang, elektronlarning orbital bo'ylab joylashishida, ya'ni to'lib borish ketmay-ketirligida deyapti. Energiyaning kichik qiymatiga ko'ra Klichkovskiy qoidasi va Paul prinsipiga bo'ysunadi. Paul prinsipi. Paul nima degan? Paul ikkita elektron hech qachon to'rttala konsonlari bir xil bo'lmaydi degan. Paul. Ya'ni har qanaqalik bo'y elektron uchun olsak, qaysidir konsonlari bo'yicha baribir farq qilib qoladi. Bunda qaysi bilan qo'ysak bo'ladi? Masalan, temir qaysi birini ko'rsa? Temir 4S2 3D6 edi adashmasam. Hop, buni 5-chi bilan 6-chisini ko'rib chiqsa ham o'zi 1 2 3 4. Hop, 1 2 3 4 5 6. Hop, mesela 6 konsonlarni hammasini yozsak, hop, bularni bosh konsoni hammasini qiymati 3 ga teng bo'lsa, orbital konsoni hammasi D bo'lgani uchun qiymati 2 ga teng bo'lsa ham, hop, magnet konsonlar bilan farq qiladi. Masalan, magnet konson nima edi? O'rtasi 0 ga teng, bu -1 ga, bu -2 ga, o'ng tarafdagilar +1 ga, +2 ga teng. Ya'ni birinchi elektron uchun +1 bo'ldi. Ikkinchi elektron uchun -2 bo'ldi, -2 bo'ldi. Hop, ikkinchi elektron uchun -1 bo'lyapti. Uchinchi elektron uchun 0 bo'lyapti. To'rtinchi elektron uchun +1 taqsim 1 bo'lyapti. Hop, +1 bo'lyapti. Beshinchisi uchun +2 bo'lyapti. Lekin mana bu yerda 6-chisi uchun ham -2 bo'lyapti. Bularning nima farqi bor? Bularning spin konsonlari farqi bor. Ya'ni ms da. Bittasini elektroni tepaga qaragan uchun +1 taqsim 2, ya'ni +0.5. Ikkinchisi pastga qaragan uchun -1 taqsim 2, ya'ni -0.5 ga teng. Ya'ni qachondir nima bo'lsa ham 3 ta konsoni bir xil bo'lishi mumkin, lekin 4-chisi bilan farq qiladi degani bu.
Paul prinsipi shu. Ya'ni hech qachon to'rtalasi ham bir xil bo'la olmaydi bitta atomda. Xo'p, Klichkoy qoidasi. Klichkoy qoidasiga muvofiq atomda energetik qavatning elektronlar bilan to'lib borish tartibi bosh va orbital konsonlar yig'indisining minimal qiymat bo'lishi uchun intilishga bog'liq. Ya'ni bu degani minimal qiymat degani eng kichik. Xo'p, eng kichik degani mana bu yerda minimal qiymat bo'lishi kerak. Ya'ni liboy ikkita kvantonni bo'lgan bosh bilan orbitalni qo'shsamda, qo'shib turib, uni yig'indisi kichkinami, u birinchi to'ladi degani. Shuning uchun mana bu yerda 1s 1 kvantni 1, bosh kvantni 1, orbital kvantni s 0 ga teng. Qo'shsam 1 ni beradi. Bunda 2 ni beradi. Bunda 3 ni beradi. Bunda 3 ni beradi. Ya'ni ketma-ketligi bosh bilan orbital kvantlar ketma-ketligi 1, 2, 3 tartibda oshib boryapti. Eng kichkinasi birinchi to'ladi degani. Chunki 1s to'lyapti-da. Ya'ni mana bu yerda ham ko'rsa bo'ladi. 4s bilan 3d ni. 4s ni qiymati 4 ga teng, 3d bilan bosh bilan orbital kvantlar yig'indisi 5 ga teng bo'ladi. Shuning uchun birinchi 4s to'lyapti. Endi agar ikki holat minimal bog'liq, boshqacha qilib aytganda, ikkala holatda ham qaysi biri uchun bosh va orbital kvantlar yig'indisi kichik bo'lsa, o'sha holat birinchi navbatda elektronlar bilan to'la boshlaydi. Agar ikkala holatda ham bosh va kvant orbital sonlar qiymati teng bo'lsa, birinchi navbatda bosh kvantni kichigi to'ladi deyapti. Buni qayerda ko'rsak bo'ladi? Buni masalan mana bu yerda 5s bilan ko'rsak bo'ladi. 5s bilan ko'rsak yoki 4p bilan ham ko'rsak bo'ladi. 4 bosh kvantni 4 ga teng, orbital kvantni 1 ga teng. Qo'shsam 5 bo'ladi. 5s da ham 5 bosh kvantni 5 ga teng, s ga 0 ga teng. Qo'shsam baribir 5 bo'ladi. Endi mana bu gapga tegishli bo'ladi. Birinchi navbatda bosh kvantni qiymati kichigi. Ya'ni bosh kvantni qaysida kichik? 3d da kichik. Demak, birinchi bu, ikkinchi bu, uchinchi bu bo'lyapti. Klichkoy qoidasining mohiyati shu. Ya'ni bosh bilan orbital kvantlar yig'indisi eng kichigi to'ladi birinchi. Agar men buni qo'shsam ham eng bir xil qiymatga ega bo'lib qoldimi, o'shanda bosh kvant soniga qaraydi, eng kichigini oladi. Yuqorida asoslangan elektron orbitallarning energetik qavati qiymatiga ko'ra joylashgan deganda shunaqa. Endi bu to'lib borish tartibi bu ham. Xo'p, boya aytgandek, 4-qavatdan keyin, 6-qavatdan keyin s to'lyapti mana. Xo'p, mana bu yerda 6s dan keyin buni bosh bilan orbital kvantlar yig'indisi 6 ga teng, lekin buniki f niki 3, bosh kvantni 4. Qo'shsam 7. Demak, birinchi 6s to'larkan. Keyin 5d to'lyapti. Shu mohiyati asosida ketadi Klichkoy qoidasiga bo'ysunib. Xo'p. Amaliy misol deyapti. Bu ketma-ketdan to'lib borish tartibi. Natriy bo'yicha to'ldirib borgan. Natriyda 11 ta elektron bor. Keyin mana bu narsa bor. Elektronlar yig'indisi orbital kvantlarning hammasi qo'shilmasa 11 ni berish kerak. Elektron, chunki elektron har doim protonga teng bo'ladigan narsa. Ya'ni proton bu tartib raqam, elektronlar protonlarga teng bo'ladi. Ya'ni yadro zaryad elektronlar soni teng bo'ladi. Bu neytral holatda. Xo'p. Mana bu yerda tashqi qavat bor. Eng tashqisi. Bitta valent bo'ladi shuning uchun. Xo'p, bu temir uchun ham temirda mana shu tajribani to'xtalish kerak. Xo'p, nimaga? Chunki tashqi va oxirgi elektron degan narsa bor. Xo'p, temirni ko'rsanglar, mana bu yerda 4s ga bu tashqi qavatdagi elektronlar, chunki bosh kvant soni kattasi, 3d bu eng oxirgi elektron to'lgan. Ya'ni mana bu tashqisi bor. Tashqi elektron. Tashqi elektron uchun bu 4s ga, ya'ni 4s2 dagi ikkinchi elektron. Tashqidan tashqari eng oxirgi elektron bor. Bu 3d6 uchun. Ya'ni 3d6 da boyachisi yana xo'p. Yana 6. Xo'p, masala shartda keladi. Tashqi va eng oxirgi. Shu uchun e'tibor berish kerak. Tashqisi agar mabodo to'lib borish ketma-ketligi bosh kvant soni eng katta olinadi. Eng oxirgi esa to'lib borish ketma-ketligi eng oxir to'lgani bor olinadi. Bu Klichkoy qoidasi asosida. O'shani ham oxirgisi olinadi. Xo'p, Gund qoidasi.
energiyalari bir xil bo'lgan orbitallarda elektronlar shunday tartibda joylashadiki, natijada spinlar yig'indisi maksimal qiymatga ega bo'ladi. Bu nima degani? Spinlar yig'indisi, ya'ni spin kvantson boya 1/2 edi. Xo'p, buni nimada ko'rsak bo'ladi? Masalan, azotni ko'raylik. Azotni qiziqroqda. Bu deyarli qiziq yo'q. Xo'p, demak, bunga ko'rsatib shundaki manfiy zaryadli elektronlar bir-biridan qochadi deyapti. Ya'ni bunga sababni ham tushuntirib ketyapti. Bunga sabab manfiy zaryadli elektronlar bir-biridan qochadi. Ya'ni bular itaraladi. Ikkalasi masalan mana bu yerda xo'p, ikkita elektron mana joy tiqila olmaydi-da. Bular bir-biridan qochib turib mana bu yerga ko'chib oladi. Bitta o'zim tinchroq bo'lay deb. Elektron konfiguratsiya imkon bo'lsa turli yacheykalarga band qilishga intiladi. Shunaqa. Xo'p, azotni ko'rib chiqsak, azotda masalan tashqi qavatda 2s2 2p3 bor. Nimaga p3 da alohida joylashgan? Ya'ni bu nimaga? Xo'p, birinchi mana bu ikkitasi to'lib olib, keyin bundoq to'lmagan. Chunki xo'p, qoida bo'yicha spinlar yig'indisi maksimal qiymatga intiladi deyapti. Xo'p, spinlar yig'indisi mana bu yerda 3 ta tepaga qaragan, ya'ni soq silkasi to'g'ri bo'lgan spin bor, ya'ni +1/2 dan 3 ta. Buni yig'indisi +1,5 bo'ladi. Agar mabodo bu holatda bo'lsa, bittasini ikkita elektron tepaga qaragan, ya'ni bularnikida +1/2, bundan ikkita plus -1/2 dan bitta. Bularni yig'indisi +1/2 ga ko'paytirsam 1, undan 0,5 ni olib tashlsam 0,5 qavatda. Demak, bu eng maksimal qiymati +1/2 bo'lgan, ya'ni maksimal elektronlar hammasi tepaga qaraganda. Ya'ni Gunt qoidasi shuni ifodalaydi. Spinlar maksimal bo'lishi kerak qiymati, ya'ni eng kattasi bo'lishi kerak. Hop, kislorod bo'yicha mana o'sha narsa tushuntirilgan, ya'ni masalan birinchi 3 ta tepaga, 4-chi pastga majburlikdan. Nimaga kislorod asosan ekvivalentli bo'lishini o'tgan safar ham gapirdim, chunki ikkita kislorod bor, lekin ayrim holatlarda 3 va 4 valentlikni ham namoyon qila oladigan element kislorod. Xo'p, yodda tuting deyapti. Yodda tutinglar. Keyin bilimni mustahkamlaydi. To'g'ri mustahkamlaydi, keyin aytilmagan gapi. Xo'p. S elektronlar elektronlarni qo'zg'algan va qo'zg'almagan holat degan tushuncha bor. Ya'ni normal holatda masalan oltin gurt tushsak, oltin gurt 3-davr bor. 3-davrda joylashgan. Unda 3s, 3-davrda s, 3p va 3d qavatlar bor. Mana o'shalar keltirilgan. Endi oltin gurtda elektron konfiguratsiyasi 3s2, 3p4. Ya'ni unda jami 6 elektron bor. Normal holati, ya'ni qo'zg'almagan. Masalada qo'zg'almagan deb keladi. Holat deb keladi. Qo'zg'almagan holatida bularning elektronlarida ikkita juft va ikkita toq elektronlari bor. Shu holatda turganda bu +2 va -2 ni namoyon qiladi. +2lisi bu SO, oltin gurt 2 oksid, monoksid ham deyiladi. -2lisi H2S yoki aytilmagan gapi 0. Ya'ni S8 holat bor, oltin gurt monoklinga rombik holati. 0 oksidlanish darajasini ham shu holatda namoyon qiladi. E'tibor bersanglar, shuning uchun ham monoklinik boshqa narsalarda oltin gurt qo'li ikkitalik. Ya'ni oddiy holatda ham ikkitalikda. Hisoblarni hammasini yozib o'tirgan. Endi qo'zg'algan holat degani elektronni bittasi tashqi pog'onadagi emas, qo'shimcha pog'onadagi orbitalga ko'chishi. Mana bu yerdagi bitta elektron, mana bu elektron o'zidan ajralib chiqib, hop d pog'onaga ko'chyapti. Ya'ni elektron qo'zg'alyapti. Bu nimaga qo'zg'alish nimaga bo'ladi? Qanchadir energiya berilganda. Masalan, oltin gurt yonsa, yonishdan oldin kislorod bilan ta'sirlashganda energiya hosil bo'ladi-da. O'sha energiya hisobiga uni mana shu juft elektronning bittasi ko'chadi. Ko'chishini hisobiga d qavatga bitta elektron ko'chdi. Bunda 4 ta toq elektron hosil bo'ladi. 4 ta toq elektron 4 valentlilikni namoyon qiladi, ya'ni SO2 ni. Endi bu
S qavatida ham elektronni ko'chirganda va bu yerda shuning uchun oltin grupda SO2 dan SO3 ga o'tishi uchun katalizator kerak. Ya'ni buni hamma elektronni qo'zg'atish uchun katta energiya kerakda. Bitta elektron bu yoqqa ko'chib o'tyapti. Bu yerda ikkita elektron qo'zg'algan. Ya'ni bu aktivlanish energiyasiga ham bog'liq. Xo'p, shunaqa qilib oltin, gol, selen va tellur elementlari +2 dan -2 dan +4 va +6 o'zgarishini namoyon qiladi. +2 esa o'ta beqaror, kam uchraydigan holat. Keyin xo'p, elektron qulash. Bu nima degani? Elektron qulash, ya'ni tashqi qavatdagi elektron ichki qavatga qulaydi. Buni xromda ko'rib chiqsak bo'ladi. Xromda ko'rib chiqsak bo'ladi. Xrom. Xo'p, xromga mana. Xromni o'zi ketma-ketlik bo'yicha hisoblasak 4s2 bo'lishi kerak edi. 4s2 va 3d1 2 3 4-chi element. Shuning uchun 4s2 3d4 holatda bo'lishi kerak edi. Lekin nimaga bu elektron ko'chgan? To'g'risi qulagan. Bu Gund qoidasini qisman isbotlaydigan narsa. Gund qoidasi nima edi? Spin konvensiyonlar maksimallikka intiladi. Mana buni ko'rsangiz, spin konvensiyonlari nechta? 3 ta to'g'ri, ma'nosi yo'q. Yo'q. Xo'p, 4 ta tog' elektron bor. Demak, 4 ta 0.5 degani 4 ga ko'paytirsam 2 ga teng bo'lyapti. Lekin bu yerda elektron qulab turib, 4s dagi bitta juft elektron xo'p, mana bu yerda bo'sh orbital bo'lgani uchun 5-chi orbital bo'sh bo'lgani uchun o'shanga ko'chib o'tyapti. Ya'ni bunday ko'chib o'tyapti. Endi bu yerda 6 ta elektron bo'ldi. 6 elektron bo'ldi. Har biri 0.5 plyusdan bo'lsa 3 qiymatga ega bo'ldi. Endi 2 qatdan 3 qatdan, haqiqatan 3 qatdan. Ya'ni bu Gund qoidasini isbotlayapti. Ya'ni spin konvensiyonlar yig'indisi maksimallikka intiladi. Ya'ni mana bu yerda bo'sh orbital borda. Buni ko'rsa bo'ladi. Molibden, niobin, rudiy elementlarda ko'rsa bo'ladi mana. Shu elementlarda hammasida elektron qulash bor. Ya'ni qulash nimaga degani? Masalan, 4-davrda mana 4s2 dagi tashqi qavatda, tashqi qavatdan ichki qavatga elektron qulagan. Shuning uchun qulash. Shundoq qilib turib 4s1 3d5 holatga xrom o'tgan. Xo'p, umumiy tushuntiradigan narsa shu. Xo'p, qolganini misollarda ko'ramiz.